Ramazon oyi iftorlik. Ukam bugun meni iftorlikka chaqirib, "Apa, ro'zatgan bo'lsangiz, men bugun sizga iftorlik qilmoqchiman" dedim. "Xo'p" dedim. Aytishadi-ku, aytilgan joydan qolma, aytilmagan joyga borma. Aytilgan joyimizda где-то 2 soat o'tirdik, birorta ham o'zbeklarda ko'rmadim. "Xo'p, ukam nimalardir zakaz qildi, sen nima yesang menga ham shuni olaver" dedim. "Opta, chekimiz 1894 rubl bo'ldi, salkam 2000." Bitta zakazni kelishi ajoyib ekan. Ukamga mana bunaqangi pult berilibdi. Bu titrayotgan ovoz chiqaradi ekan zakaz tayyor bo'lsa. Menga bu joy yoqdi. Bet, Sentralniy rayonda, Belinskiy degan ko'cha ekan. Ro'za tutganim uchun videoni kam oldim, atroflarda harakat qildim yaxshilab olishga. Ukam O'zbekistondan kelgandan beri hali ko'rishganimiz yo'q edi. Shu iftorlik bahona ko'rishib, gaplashib oldik. Va nihoyat zakazimiz ham tayyor bo'ldi. Bilmadim bu o'g'il bolalarga qanaqa, lekin bu joyga faqat ayollar kiradigan joy ekan deb hisobladim. Chunki hammasi parhezbob ovqatlar, qaynatilgan guruch, asoba salat, mana bu tovuq go'shtini aytmaganda qolgan hammasi parhezbob ovqatlar. Ukamga qarab bir zakaz qilgan ovqatga qarab bekorga ham semirmaydi bu balada. Oldim ichimda. Tomir otgan allambalo bir narsalarmi, lekin ayollar bob juda zo'r joy ekan. Menga yoqdi. Tovug'i, qaynatilgan даже guruchi, hamma narsasi menga yoqdi. Mana shu videoda ko'rib turgan hamma narsalaringiz 2000 ga bo'ldi. Nima deb o'ylaysizlar? Arziydimi yo'qmi? Telefonda har yoqqa qo'yib video olganimga ukam jahli chiqib qoldi. Hammaga xayr.